Mana shu tillalarimiz zakotini chiqarib bering. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Tillarning zakotini berish qonun qoidasidan xabaringiz bor-a? Faqat 40 dan birini berish kerak deb eshitganman. Boshqa hech qanaqa ma'lumotim yo'q. 40 dan biri, undan tashqari yana grammi ham 85 gram yoki 85 gramdan yuqori bo'lishi kerak. Shunda grammi to'g'ri kelyapti, muddati 1 yildan ko'p vaqt tilla sizning mulk bo'lib turgan bo'lishi kerak. 3 yil bo'ldi. 3 yil oldin olganman. To'g'ri kelyapti. 118 va 14 gram tillangiz bor ekan. Hammasi 585 probada. Bugungi kurs bo'yicha 1.150 mingdan 135 million 861 minglik tillangiz bor ekan. Ko'paytiramiz 2.5% ga 3 million 396 ming zakoti bor ekan tillangiz. Nimaga bugungi kurs bilan hisobladingiz? Men 3 yil oldin olganman-ku. Chunki qonun qoidasi shariat bo'yicha shunaqa, o'sha sotayotgan vaqtingizda yoki zakot bermoqchi bo'layotgan vaqtingizdagi kurs bo'yicha hisoblab zakotini chiqarishingiz kerak. Tushunarli, rahmat. Bularni hozir sotsam ham bo'ladimi? Sotib turib pulidan zakot bersam-da, qolganini boshqa narsamga ishlatsam. Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Keyingi yil agar o'sha pul ushlab turilmagan bo'lsa, keyingi yil o'sha tillangizga zakot bermaysiz. Bo'ldi, shu bilan zakot o'sha tugaydi. Yana 85 gram olib qo'ysangiz, yana boshqatdan to'laysiz, 1 yil yana kutib, boshqatdan to'laysiz. Unda mashinani hisoblab bering. Bo'ldi. 1 yil mulk bo'lib qolgan bo'lishi kerak. 118 va 14 gram ko'paytiramiz 1.150 ga. Va 135 million 861 ming. Endi men 861 ming qila olmayman. 135 million 900 qilib beraman. Bo'ldi, beravering pulini. 1 2 3 4 5 6 7 8 100 million. Yana 35 million 900 berishim kerak sizga. 35 million 900 barakasini bersin. Mayli, rahmat, kattakon charchamanglar.